Assalomu alaykum hammaga. Bugun 20-mart juma kuni M15 time frame'da ikkita signal berildi. Yevropa sessiyasiga ochilishga oz qolganda NZD USD va nima berilibdi? AUDUSD limit buy berilibdi. NZD USDda sell ochdik. Bu yerda har doimgidek supply va demand zonalariga asoslanib. Xo'sh, nimaga kirdik? Bizda bu yerda H1da judayam go'zal holatdagi supply zonamiz bor edi. Lekin biz xohlagan joyga kelmadi. Bu yerdan bir kun avvalgi joyda sell kirdik. Ya'ni 1.618 ga kelganda ham kichkina zonamiz bor edi. U yerda birga bir ishlab oldik. Va bugun ham kutayotgandik. Bo'lmadi. Bo'lmaganida biz shunga mana shu yerda qanaqadir zona bor ekan. Ko'rib turganingizdek, mana yerda resistance bor ekan va biz xuddi shu joyda men kanalga sell now deb turib signal berdim. Va nima qilibmanki, main entry deb yozib qo'yibman. Sell limit main entry. Sell limit main entry xuddi shu joyda edi. Men xohlagan joyga chiqmadi. Chiqmasdan ketib yubordi. Hozir yana chiqqandan keyin kirib ko'rsak bo'ladi. Holatga qarab. Shunda hozir biz tashlagan joydan birga bir yurib berdi va birga bir yurib bergandan keyin men 70% save qilinglar dedim. Chunki bu yerda обратный signal unchalik kuchli emas, lekin orqaga qaytarishga yetadigan darajada yaxshi zona ekan va tasdiqlab berdi. Shuning uchun 70% yopinglar devordim. Mana shu yerdaligida birga birda anchalar har holda yaxshi foyda qildi va bezbitkiga qo'yildi. Va keyingi entryni juda teparoqdan qilib, stopni juda ham oz qilib entry qilib ko'rsak bo'ladi. Xo'p, ikkinchi signalimiz bu yerda limit aktiv. Xo'p, AUDUSD ga o'tamiz. Xo'p, bu yerda biz buy limit berdik. Buy limit nechaga berildi? AUDUSD 0.70-580. Stopimiz 70-482. Xo'p, xuddi shunday. Entry zonamiz xuddi shu joyda bo'ldi va bizda buy limitimizni oldi. Buy limitimizni olib, atiga yarim soat o'tmasdan уже birga bir 45 minut ichida уже birga bir yurib berdi. Chunki M15 time frame'dagi analiz edi. Bu juda ham go'zal tepaga ketyapti. 1/3 yurib berish ehtimolli juda ham baland. 1/5 agar 1/5 yurib beradigan bo'lsa, 1/5 da yopmasam, 1/8 da yopishni maslahat beraman, chunki bu yerda juda ham yaxshi zona bor. Bu yerdan ketib qolsa 1/8 yurib olish ehtimoli juda ham katta. Ya'ni tepa open deb hisoblasak bo'laveradi. 1/3 yurgandan keyin 60-70% save va 30%ni tepa open uzoqroq vaqtga ushlashingizlar bo'laveradi. Xohlovchilar. Va bugun bizda Yevropa sessiyasiga ikkita analiz berildi va ikkita analizdan yaxshi ishlab berdi. Bittasi birga bir yurib berdi va hozir jarayonda. Ikkinchisi esa уже 1/2 yurib berdi. Bu yerda bilmasam endi. Men stopimni bank qo'yib qo'ydim. Mana shu joyda turibdi. Уже stopimni uradi, stop profitni uradi. Lekin AUDUSDimiz esa juda ham go'zal holatda. Xo'p. Necha yurib beribdi? O 1/9. Hali 1/2 yurmabdi. 1/2 yurishga juda ham oz qolibdi. Chunki biz mana shu joydan kirganmiz. Necha pastroqdan kirganlar bo'lsa, limit aktiv deganimda уже mana shu yerda yurganida, уже 1/2 yurib bo'libdi. Hozirda bugungi analizlarimiz juda ham yaxshi barobardan keldi. Hayit ayyominglar muborak bo'lsin, yaxshi o'tkazib olinglar. E'tiboringiz uchun rahmat.